Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan 11-15 motorimiz hamda 200 talik pompamiz Toshkent viloyati Qibrayga chiqib ketyapti. Bunga qo'shib beradigan narsalarimiz klapanlarni qo'shib beramiz, keyin kulichlarini qo'shib beryapmiz. Kulichlarning ichidan nimalar chiqadi deganlarga mana o'zini o'sha motor bilan yurg'izadigan kaliti chiqadi. Mahaviy kulichlari, keyin filtrlari chiqadi. Kolsa pirkilatkalari chiqadi so'mkachasining ichidan. Motorimiz 11-15. Xo'p, bunimizni yurg'izib tayyor qilib, klientimizga videolarini tekshirib chiqarib yubordik. Mana dastlabki holatda chiqib ketyapti. Klient bilan kelishib, klientning o'zidan bo'ldi yo'l kirosi. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Qo'qondagi saxiy do'koniga murojaat qilaverasizlar. Dastlabki qilib ham chiqarib beraveramiz. Bemalol tekshirib, ishonarli nasozlarni ham chiqarib beraveramiz. Mana pompasi 200 lik bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Pompasi 200 lik. Motorimizda o'sha starter bilan ham o'tatsalang bo'laveradi. Bitta plus-minus kabel olib, akkumulyator olsalaring, bemalol kalitga ham zavod bo'laveradi bu narsamiz. O'sha aytib o'tganimizdek, ruchnoy kalitga ham zavod bo'laveradi. Gazlari mana bitta salarka borki 10 litr, 12 litr bemalol salarka olaveradi, 15 litrgacha. Xo'p, suvlari shu suv orqali, suv охлаждение orqali soviydi. Beka suv qo'yib qo'yasizlar. Qancha bunimiz suv qaynagan sari rasxodlari kamayib, motorimiz tiniqroq ishlaydi. Buni borib boshida update'ga qilinadi. Update'ga qilib, keyin bemalol suv chiqarib ishlatsa bo'laveradi. Motoriga 2,5-3 litr yaqin yog' quydik. Mana yog'lari ham bemalol sho'piga ilinib turibdi. Yog'larni qo'yib tekshirib chiqarib yuboryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Qolgan turdagi nasozlarimizdan ham bor. Bemalol murojaat qilsalaring, narx-navolarni kelishib, bemalol dastlabki qilib ham beraveramiz. Murojaat qilaverasizlar. Haqiqiy mana Xitoyda nasozlari, Anjaniskiy nasoz deydi. O'zida tayyor shkiplarigacha bo'ladi. Bu taraflarni ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Tayyor shkiplari remendilib, pompayda ham mana remen tushadigan joyi bor. Uni remenga olib, ramani yasatib oladi o'zlari. Ramasi bilan suv chiqarib bemalol soatiga 350-400 tonnaga yaqin suv tashlaydi. 6 metr, 7 metrdan so'rib tortib oladi. Mana manzilimiz Qo'qonda. Bemalol murojaat qilaverasizlar.